Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun kuniga 26 oktyabr kuni mana bugun qo'ylarimizni yemga tashlaganimizga roppa rosa 1 oy 10 kun bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, qo'ylar o'zgarishi juda ham zo'r. Qo'ylar yemlar nimalar beryapmiz? Qaynagan bug'doy va hozir arpa qo'shdik. Bir hafta bo'ldi. Bilgan bo'lsalaring, bug'doyning narxi arpadan ko'ra qimmatlab ketdi. Arpa bug'doydan ko'ra yaxshiroq. Shuning uchun bug'doyga aralashtirib arpa berishni boshladik. Qo'ylar ko'rib turibsizlar, to'rishib yotibdi. Hali bu qo'zilar, hali shak o'tmagan. 7-8 oylik qo'zilar. Ko'ryapsizlar, yugurmayapti ham. Semirib ketganidan.